Xo'p, hozirgacha men targetni bilaman, targetdan xabarim bor deb yurar ekanman. No, hozir bu yoqqa kelib, ya'ni bunga amin bo'lib, men o'ylar ekanman deb hozir fikrlayapman. Ya'ni boshim qotib qolgan. Yo'nalish bilaman, yo'nalish qanaqaligini, lekin o'xshamayapti. Shuning uchun aldagandan foyda yo'q ekan. Ya'ni men o'zimdan va boshqalarni aldagandan foyda yo'q ekan. Mana nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak degan fikrlar o'ylayapti. Aynan sababli bitta o'rgangan narsam o'zimni va boshqalarni aldashdan foyda yo'qligi va bu oxiri borib nolga, ya'ni natijani nolga tushirib olishga katta ehtimol bilan sabab bo'lib qolar ekan. Shuning uchun aldamaslik kerak.